Mashinam ovozi baland debsiz. Birinchi yog'ini ko'ring. Yog'i tepada tizirda bo'lishi kerak. Tepada tizirda bo'lsa, demak bu yerda hammasi yaxshi. Ikkinchisi, ayrim chevalar shunaqa doim sekin tikadi. Bu mashina o'zini o'zi yog'lamaydi. Aslida esa xuddi shunaqa qilib mashina o'zini yog'lashi kerak tez tikkanda. Siz shunaqa tez tikib mashinani sinab ko'ring. Ovozi pasaydimi? Demak, muammo shunda. Siz sekin tikkaningizda. Agar shunda ham muammo hal bo'lmasa, siz uzoq vaqt mashinani yog'siz ishlatasiz. Yog' sepmadi, mashina o'zini yog'lanadi. Agar shunda ham ovoz yo'qolmasa, siz mutaxassisga murojaat qilishingiz kerak. Mashinangiz agar kuymasin desangiz, aslo bu holatda ishlatmang. Sizning mashinangizda ekranida shunaqa yozuv chiqib qoldimi? Gazini bosyapsiz, mashina yurmayapti. Qulog'ini burmoqchi bo'lyapsiz, qulog'i qattiq. Qulog'i qattiq. Endi nima qilamiz? Eng birinchi qiladigan ish mashinani o'chiramiz va mashinani o'ndiramiz. O'ndirgandan keyin bu yerga yaxshi e'tibor beramiz. Ip qisilganmi, qisilmagan. Ip qisilgan bo'lsa, barcha iplarni tozalab tashlaysiz. Tozalab tashlaganingizdan keyin iloji bo'lsa mokka agar igna tepada to'xtaganiga ishonch hosil qiling. Igna tepada to'xtagan bo'lsa, mokka chiqadi, mokkani chiqarib olib tashlaysiz. Agar igna tepaga to'xtamagan bo'lsa, shu holatda qolsa bo'laveradi. Keyin qulog'ini ushlaysizda, mahkam chap tarafga buraysiz. Bir qo'lda kuchingiz yetmasa, ikki qo'lda ushlasangiz bo'ladi. Agar ikki qo'lingizda ham kuchingiz yetmasa, bunaqa teshigi bo'ladi. Har bitta mashinani shu teshigiga atverkami yo biron narsa tiqib turib aylantirib olsangiz bo'ladi, faqat qo'pollik qilmasdan. Va keyin mashinani aylantiramiz. Va keyin yoqamiz. Mashina tayyor. Endi ishlatsangiz bo'ladi.